Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar. Mana bugun biz Farg'ona shahar hokimiyatining orqasidagi yangi tushayotgan ko'p qavatli uylarimizga kuxunniy naborimizni olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa buni sizlar bilan ishlanishlari, ketgan e, texnikalari hammasi haqida hozir birma-bir tanishib chiqamiz. Xudo xohlasa, kuxunniy mebelimiz krashinli fasonda bo'lgan. Razmerimiz 540 sm joyga o'rnagan. 540 sm ichida xolodilnikka joy tashlaganmiz, kirmoshnaga joy tashlaganmiz. Mo'ykalari funksiyali 9 ta funksiyali mo'ykalardan qo'yib berdik chiroyli qilib. Bunga qo'shimcha qilib taylariga axlat paqillarini chiroyli qilib qo'yib qo'ydik. Va bu yerda gaz plitalarimiz, vitishkalarimiz, maishiy texnikalarimiz hammasi original narsalardan qo'yilgan. Xudo xolasa, bular tagiga tortmalarimizni joylashtirdik. Tortmalarimiz tandem mexanizm bilan jihozlangan. Ovozi chiqmaydi. Mexanizmlari ko'rinmaydi. Yuk ko'tarish qobiliyati ham 25 kg 30 kggacha bemalol xudo xolasa yuklar ko'taradi. Pastlarida qo'shimcha barlari bor. Va buni davomida keyin tizimimizni chiroyli qilib shkaf bilan o'rab berdik. Hech qanday uskunalari bu yerda ko'rinmaydi xudo xolasa. Chiroyli qilib o'radik. Ichlariga polka qo'ymadik. Mijozimiz o'zi qo'yadigan narsalari bor ekan, shuni hisobiga ichlariga polkalarni qo'ymadik. Krashinli mebelimiz xudo xolasa pagonometriga hisoblanadi. Pagonometriga shu holati 3,5 million so'mdan hisoblanadi. Agar patologikaga tekkizib, bo'ylarni baland qilib qilaman deydigan bo'lsangiz, unda 4 million 4,5 million so'mdan hisoblanadi. Mo'yka, sushilka, paqirchalari bizdan, maishiy texnikalarini o'zlaringiz olib berasizlar. Gaz plita, vitichka, kirmoshnalari o'zlaringiz tanlovingizga qarab olib berasizlar. Biz ularni chiroyli qilib joylab beramiz. Agar xizmatlarimiz sizlarga ma'qul kelib, ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bizga obuna bo'linglar. Xudo xolasa bundan ham chiroyli ishlarni qo'yib, sizlar bilan baham ko'ramiz. Xudo xolasa hamkorlikda birga ishlab, sizlarni ham uylaringizni shunaqa chiroyli mebellar bilan xudo xolasa to'ldirishga biz doim tayyormiz. Bizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, yana boshqa mebellarimiz ham bor. Ularni ham videolarini qo'yib boramiz. Bizga obuna bo'linglar. Xudo xolasa sizlar uylaringizda ham bundan kamida shunaqa, bo'lmasa bundan zo'r mebellarni yasab, olib borib o'rnatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.